Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori va siz qanday qilib Rossiyadan O'zbekistonga arzon kursda dollar yuborsam deb o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasida eng arzon kurs va hatto Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazib berishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va eng arzon kurslarda uydagilaringizga dollar yuboring. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Polsha va Vengriya o'rtasidagi vaziyat yomonlashmoqda. AQSh maxsus operatsiya boshlanishidan ancha oldin Ukrainani qurollantirishni boshlagan Blinken. Tehron Rimni AQSh tufayli janjallashmaslikka chaqirmoqda. O'zbekistonliklar uchun Germaniya vizasini onlayn olish imkoni paydo bo'ldi. AQSh Rossiyaning yadro qurolidan foydalanishi ehtimolidan xavotirda Antonio Blinken. Tergovchilar Tramp mehmonxonasi oldida portlatilgan Cybertruck haqida ma'lumot berdi. Rossiyada Qorbobo do'kon egasini otib o'ldirdi. To'qtag'uldagi suv hajmi o'tgan yilgidan oshib ketdi. Polsha va Vengriya o'rtasidagi vaziyat yomonlashmoqda. Polsha yaqin kunlarda Yevropa Ittifoqiga raisligining ochilish marosimida Vengriya elchisi Istvan Yarto ishtirokini nomaqbul deb topdi. Bu haqda OneNet xabar berdi. Qayd etilishicha, Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorski Vengriya elchixonasiga nota yuborgan. Unda Istvan Yartoning marosimdan ishtiroki mo'ljallanmagani ta'kidlangan. Qo'shimcha qilinishicha, ushbu qaror Vengriyaning Polsha sobiq adliya vaziri o'rinbosari Martin Romanovskiga boshpana bergani fonida qabul qilingan. Romanovskiy Polshada korrupsiya bo'yicha jinoiy ishda ayblanmoqda. Ma'lum qilinishicha, raislikning rasmiy boshlanishi Varshavadagi Milliy opera teatrida o'tkaziladi. Tadbirda Polsha bosh vaziri Donald Tusk, Yevropa kengashining yangi rahbari Antonio Koshta hamda Varshavada faoliyat olib borayotgan diplomatlar ishtirok etishi ko'zda tutilgan. AQSh maxsus operatsiya boshlanishidan ancha oldin Ukrainani qurollantirishni boshlagan Blinken. Amerika davlat kotibi Antonio Blinken New York Times gazetasiga bergan intervyusida Washington Kiyevni maxsus harbiy operatsiya boshlanishidan ancha oldin qurollantirishni boshlaganini tan oldi deb yozmoqda RIA Novosti. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zakharova AQSh davlat kotibi Blinkenning ushbu boradagi so'zlariga javob berar ekan. Shuning uchun maxsus harbiy operatsiyaning vazifalaridan biri Ukrainani delimitizatsiya qilishdir deb aytdi. Rossiya bu haqda uzoq yillardan beri gapirib keladi. Bu shtatlar va Britaniya tomonidan Ukrainaga qurol-yarog' kiritilishi va Rossiya chegaralarini buzgan holda Qora dengizda NATOning cheksiz mashqlari va g'arb mamlakatlari harbiy samolyotlarining mamlakatimiz havo hududida fuqarolik samolyotlari bilan xavfli yakunlanishi haqida ham dedi Zakharova. Aslida shuning uchun ham maxsus harbiy operatsiyaning vazifalaridan biri Ukrainani delimitizatsiya qilish va mamlakatimiz xavfsizligini ta'minlashdir deya qo'shimcha qildi u. Tehron Rimni AQSh tufayli janjallashmaslikka chaqirmoqda. Eron Italiyani AQShning garovga olish siyosatini rad etishga va Washington so'roviga ko'ra Milandan hibsga olingan eronlik muhandisni ozod qilish uchun zarur choralarni ko'rishga chaqirdi. Tehron va Rim o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar Eron fuqarosi Muhammad Abediyning AQSh aralashuvi oqibatida qamoqqa olinishi ortidan zarar ko'rishi mumkin deya Eron TV Italiya elchisi Paolo Amdeyni ogohlantirdi. AQSh Adliya vazirligi eronlik muhandis va yana bir eronlik fuqaroni o'tgan yil boshida Iordaniyadagi AQSh bazasiga dronlar zarbasini amalga oshirishda foydalanilgan maxfiy texnologiyalarni topshirishda ayblagan edi. Hodisa oqibatida 3 nafar amerikalik harbiy halok bo'lgan. O'zbekistonliklar uchun Germaniya vizasini onlayn olish imkoni paydo bo'ldi. 2025-yil 1-yanvar kunidan boshlab Germaniyaga onlayn viza olish imkoniyati yaratildi. Konsullik xizmatlari portali butun dunyo bo'ylab ishga tushirildi. Endi dunyoning istalgan nuqtasidan Germaniyaga viza onlayn ariza topshirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Germaniyaning dunyo bo'ylab 167 ta viza bo'limi raqamli tizimga o'tadi. Ushbu davlatlar qatorida O'zbekiston ham bor. Xizmat 28 turdagi vizalarga amal qiladi. Tashqi ishlar vaziri Anna Labarova quyidagicha izoh berdi. Har yili Germaniyaga kamida 400 ming malakali ishchi kerak bo'ladi. Bu odamlar o'z sohasida aqlli va mehnatkash kadrlar bo'lib, ular hunarmandchilik, sog'liqni saqlash va texnologiya sohalarida mamlakatni rivojlantirishga yordam beradi. Germaniya ishchilar va talabalarni jalb qilish uchun global raqobatda qatnashmoqda. Shu muammoni hal qilish uchun mamlakat zamonaviy va raqamli bo'lgan konsullik xizmatlari portalini ishga tushirdi. Ushbu portal orqali dunyo bo'ylab 167 ta viza bo'limida onlayn tarzda milliy viza arizalari topshirish mumkin bo'ladi. Bu jarayon uzoq qog'ozbozlik
ishsizlikni bartaraf etib, Germaniyani ishchi kuchi va talabalar uchun yanada jozibador qiladi, ana Labberbek. Endilikda o'zbekistonliklar ham Germaniyada ishlash yoki o'qishni istasa, konsullik xizmatlari portali yordamida vizaga onlayn tarzda murojaat qilishi mumkin bo'ladi va ariza topshirishda pochta orqali hujjat yuborishga hojat qolmaydi. AQSh Rossiyaning yadro qurolidan foydalanishi ehtimolidan xavotirda. Blinken. AQSh davlat kotibi Antoni Blinkenning aytishicha, Xitoy Rossiyaning yadroviy quroldan foydalanishi masalasida tiyib turuvchi rolni o'ynashi mumkin. Blinken bu masalani jiddiy mavzu deb hisoblashini ma'lum qildi. Rossiyaning yadro qurolidan foydalanish ehtimoli 5% dan 15% gacha oshgan bo'lsa ham bundan jiddiyroq narsa yo'q, dedi Blinken Financial Times nashriga bergan intervyusida. 2024-yilning 19-noyabr kuni Vladimir Putin mamlakatning yadroviy tiyib turish borasida yangilangan davlat siyosati asoslarini tasdiqladi. Yangi doktrinaga ko'ra, yadroviy davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yadroviy bo'lmagan davlatning tajovuzkorligi ularning Rossiya Federatsiyasiga qo'shma hujumi deb hisoblanadi. Yangilangan doktrinada qayd etilishicha, agar strategik va taktik samolyotlar, qanotli raketalar, dronlar, gipertovushli va boshqa samolyotlarning mamlakatga uchirilishi haqida ishonchli ma'lumotlar mavjud bo'lsa, Moskva yadroviy javob choralarini ko'rib chiqadi. Tergovchilar Tramp mehmonxonasi oldida portlatilgan CyberTruck haqida ma'lumot berdi. AQSh Federal tergov byurosi Las Vegasdagi Trump International Hotel mehmonxonasi oldida Tesla CyberTruck avtomobilini portlatgan amerikalik harbiy xizmatchining harakatlarini o'z joniga qasd qilish deb baholamoqda. Hodisa odatdagidan ko'proq e'tiborni tortgan bo'lsa-da, bu jarohatdan keyingi stress hamda boshqa muammolar bilan kurashgan urush faxriysining fojiali o'z joniga qasd qilishiga o'xshaydi, dedi 3-yanvar kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida FTB tergovchisi Spencer Aus. FTB harbiyning shaxsini aniqladi. Avvalroq tergovchilar bu yashil Breterlar elita bo'linmasida xizmat qilgan 37 yoshli Matthew Allen Levelsberg ekani haqida xabar bergan edi. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, Levelsberg yaqinda Germaniyaga xizmat safaridan qaytib kelgan va tasdiqlangan ta'tilda bo'lgan. Serjant 5 ta bronza yulduz mukofoti bilan, jumladan jangda ko'rsatgan jasorati uchun taqdirlangan. GFRdan tashqari u Ukraina, Gruziya, Tojikiston, Afg'oniston va Kongoda ham xizmat safarida bo'lgan. Rossiyada Qorbobo do'kon egasini otib o'ldirdi. Rossiyaning Kanash shahridagi do'konlardan birida Qorbobo kiyimidagi shaxs do'kon egasini otib o'ldirdi. Bu haqda mahalliy tergov qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2025-yilning 2-yanvar kuni taxminan 16:20 da Qorbobo kiyimidagi erkak Kanash shahridagi do'konlardan biriga kirib, peshtaxta oldiga kelib, do'kon egasiga qarata o'qotar quroldan o'q uzgan. Erkak olgan jarohatlaridan voqea joyida vafot etgan, hujumchi esa qochib ketgan. Tergov qo'mitasi tergovchilari Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan hamkorlikda olib borilgan samarali harakatlar tufayli gumonlanuvchi shaxs aniqlangan. 2025-yil 3-yanvar kuni ertalab u Kanash shahridagi qishloqlardan biridagi yashash joyida ushlangan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, qotillikka jabrlanuvchining gumonlanuvchi oldidagi qarzi sabab bo'lgan. O'tkazilgan dastlabki tergov harakatlari davomida voqea joyi atroflicha ko'zdan kechirilib, hodisalar so'roq qilinib, tibbiy va ballistik ekspertiza tayinlangan. Tergov gumon qilinuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llagan. To'qtag'uldagi suv hajmi o'tgan yilgidan oshib ketdi. 4-yanvar kuni Qirg'iziston hududida joylashgan To'qtag'ul suv omboridagi suv hajmi 11 milliard 96 million kub metrni tashkil qildi. Bu haqda elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyatiga tayanib 24 kga xabar berdi. Bir yil avval suv omboridagi suv hajmi 10 milliard 347 million kub metrni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunga nisbatan 749 million kub metrga kamdir. Bugungi kunda suv oqimi sekundiga 196 kub metrni, sarfi esa 574 kub metrni tashkil etmoqda. To'qtag'ul suv ombori o'tgan asrning 70-yillar o'rtalarida qurilgan bo'lib, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston suv iste'moliga ta'sir ko'rsatmoqda. Suv omborining loyihaviy hajmi 19,5 milliard kub metrga teng. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.